Hurmatli yurtdoshlar, mana xudo xolasa Sankt-Peterburg Urganchga turkmanistonlik klientimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Harakat qilib, chiroyli qilib o'tkazib qo'yamiz. Bizda ham mana. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Telefon qilaverasiz. Mana bu yerdan boravering siz. Mana bu to'g'riga boring, o'sha yerdan o'tavering. Murojaat qilaverasizlar, avval servisi xodimlari xizmatdamiz. Qo'ldan kelgancha yordamlar qilib, chiroyli qilib o'tkazib, kuzatib qo'yamiz. Turkmanistonliklar uchun endi bu yerda kerakli bir ikkita qog'ozlari kerak bo'ladi. O'shanga telefon qilaversalar, cho'tka qilib, xudo xolasa o'tkazib qo'yaveramiz. Hurmatli yurtdoshlar, mana xudo xolasa passajirlarimiz chiroyli qilib o'tkazishni boshladik. Bundan keyinsi meni yomonroq bo'ladi. O'sha bu uspet ham qilmaydi. Bemalol pasport migratsion chiqarasizlar. Mana passajirlarimiz chiroyli qilib o'tkazadi. Hammasi yaxshimi? Ha, rozimisiz? Bemalol murojaat qilaverasizlar, aviasor xodimlariga. Mayli og'a, pasport migratsionni qo'yingizlar, ketaverasizlar mana shu. Mayli, oq yo'l, yaxshi aytib olinglar. Mayli, sog' bo'ling. Telefon raqamlarimizga bog'langan holda bilet xarid qilaverasizlar. Xudo xolasa xizmatdamiz, kunlik videolarni nima qilyapmiz. Hozir bundan keyin bitta smena bo'ladi. Hech qanday reys ham yo'q ularga, lekin ertaga Buxoroga uchayotgan ko'kalarimiz esa telefon qilib qo'yasizlar, qachon kelishlarini hammasini tushuntirib o'taman. Hurmatli yurtdoshlar, xudo xolasa mana passajirlarimizni ham chiroyli qilib o'tkazib kuzatib olyapmiz. 8:30 gacha kelib olsanglar zo'r. Mana og'alarimizni ham chiroyli qilib kuzatib oldik. Hammasi yaxshimi og'alar? Sizlarga oq yo'l, yaxshi yetib olingizlar, salomat bo'lingizlar. Har yil bir internetda chiqadigan bo'ldi. Har yil chiqasiz. Mayli og'a. Pasportni nima chiqolgan yechasiz? Pasport migratsionni karta, mana zeleniy karta bo'ldi. Bu yoqqa kirib o'tiravering.